Bu chayonmi bu? Qatdan kelib qoldi bu yerga. Mana hozir vannani ichidan kanalizatsiya orqali chiqib qopti. Agar chiqib chaqib qolsa, srochniy birinchi yordamni ko'rsatish kerak bo'ladi. U qanaqa yordam deysizlarmi? Mana bu rayhon. Bu rayhonni bargini olasizlar. Rayhonni bargini olib turib, srochniy mana shu yuvib tashlaysizlar, yuvib. Buni yuvib turib, buni chaynab tashlaysizlar. Chaynab turib, mana bunaqa bo'ladi, mana shu holatda bo'ladi. Shuni chaqilgan joyiga, например, mana mashinani chaqqan bo'lsa, qatdan bilasizlar, qizil bo'lib, sal-sarg'ayib qoladi deb, mana mashinaga sirazi bosasizlar rayhonni, srochniy. Bosilsa zahrini olar ekan. Mana mashinaga bosiladi. Mashinaga yo'naq qilib bosilgandan keyin suvini shivib oladi, 5 minut, 10 minutda shivib oladi, yana olib boshqatdan qilasiz. Keyin banitsaga borib, bitta ko'l qildirib yuborsanglar, vohmalik xavotir oladigan joyi yo'q. Agar vaqtida birinchi yordamni ko'rsatmasanglar, banitsaga olib bormasanglar, buni kasorati juda og'ir kasalliklarga olib kelishi mumkin. Shu postimizni xonadonda turadigan insonlarga yuborib qo'yaylik. Ogohlik davr talabi.